ey kelajak farzandi. Bu xat sening qo'lingga qanday yetib keldi bilmayman. Balki eski bir sandiqdan, bir daftar chetidan yoki chang bosgan kutubxona javonidan topgandirsan. Ammo qanday bo'lmasin, agar bu so'zlarni o'qiyotgan bo'lsang, demak sen biz orzu qilgan kelajakdasan. Biz sening ajdodlaring, ko'pchiligimiz ismi yodda qolmagan, qabri topilmagan, suratlari eskirib ketgan, ammo yuragida bitta so'zni olib o'tgan: Vatan. Men senga emas, sizlarga murojaat qilyapman. Bugunning beminnat tinchligi, beg'ubor bolalik quvonchlari, osuda tonglar egalariga. Men seni tanimayman, lekin men seni chindan yaxshi ko'raman. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan avaylab, asrab, erkalatib kaftida tutgan. Har balodan avaylab, asrab, erkalatib kaftida tutgan. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam seni, bolam dema. Bugun mana shu yorug' kunlarga yetib kelolmagan aziz insonlarni yod etamiz. Ularning xotirasi pok ruhlari oldida ta'zim qilamiz. Bu so'nmas jasorat biz uchun mardlik maktabi. Bugungi ozod va erkin hayot uchun, farzandlarimizning baxti va kamoli uchun biz ularning oldida cheksiz qarzdormiz. Bu aziz insonlarni asrab avaylash, ularni sog' salomat va mazmunli umr kechirishlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berish hammamizning muqaddas insoniy burchimizdir. Doimo hayotimizga fayz berib, el yurtimiz ardog'ida bo'lib yurishingizni Yaratgandan so'rayman. Baxtimizga hamisha omon bo'ling.